Hammaga salom qadrdonlar. Bugun sizlar bilan mana shunaqa pechenkalar pishiramiz. Mana shunaqa yumshoqqina zo'r bo'lib chiqadi. Bolalarga точно ham yoqadi. Birinchi bo'lib bitta tuxumni chaqib olamiz. Keyin bir piyola qatiqqa qo'shib olamiz. Keyin esa 500 ilija 60 gram yog' va 3 osh qoshiq shakar va hammasini venchikda aralashtirib olamiz. Mana shunaqa massa chiqishi kerak. Keyin esa 1 choy qoshiq tuz solamiz. Xamir suyuqligiga qarab va 1 choy qoshiq razzaxrizel, keyin hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunaqa massa chiqadi. Sizda ham mana shunaqa chiqayotgan bo'lsa yaxshi. Agar sal-pal yumshoqroq bo'lsa, yana jichcha qo'shib olinglar. Mana shunaqa yumshoqlikda bo'lishi kerak. Keyin buni eng zo'r narsasi, buni tindirish kerak emas. Mana shunaqa formachalarga qilib oldim men. Xohlasanglar boshqacha forma qilasizlar. Mana pishib chiqdi.